Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga 5 minutda tayyor bo'ladigan, tovada tayyorlanadigan tuxumli pitsa tayyorlab ko'rsataman. Ertalabki nonushtalarga tayyorlab oila a'zolaringizni xursand qilishingiz mumkin. Meni ham farzandlarim juda yaxshi ko'rib yeyishadi. Har kuni 2 marotaba tayyorlab bersam ham yo'q deyishmaydi. Birinchi bo'lib 6 ta tuxumni idishimizga chaqib olib, yarim choy qoshiq tuz bilan yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi qizib turgan tovamizga ozroqgina yog' solib, boyagi aralashtirilgan tuxumimizni solib, og'zini yopib 1 minutgina past olovda dimlab qo'yamiz. So'ng ustidan parrak shaklda to'g'ralgan 3 dona pomidorni terib chiqamiz. Endi yana og'zini yopib 3-4 minutga past olovda dimlab qo'yamiz, toki tuxumlari qotgunicha. Mana tuxumlari pishib qotdi. Endi ustidan qirg'ichdan chiqarilgan yumshoq sirimizni sepib chiqamiz. Bu nonushta juda ham tez tayyor bo'ladi. 5 minut, 6 minutda tayyor qilib dasturxonga tortishingiz mumkin. Juda ham yaxshi ko'rib yeyishadi va sizga rahmatlar aytishadi. Endi bir bog' ukrop ko'katimizni maydalab sirni ustidan sepib chiqamiz. Ukrop maza berishi uchun. Mana 5 minutda tuxumli pitsamiz tayyor bo'ldi. Endi tovadan idishimizga tushirib olamiz. Mana hech qanaqa bo'linib ketmaydi. Shaklini yaxshi saqlaydi. Endi buni 6 ga bo'lib olib, tarelkalarga solib, dasturxonga tortishimiz mumkin. Yoqimli ishtaha. Tayyorlab ko'ringlar. Juda ham mazali, juda ham hammaga yoqadigan, to'yimli. Bu pitsani bir xillikdan charchagan vaqtlaringiz oila a'zolaringizga tayyorlab berib, xursand qilishingiz mumkin. Tayyorlab ko'ringlar. Sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Mana ichlari bilan ko'rsatdim. Juda ham mazali chiqadi. Yaxshi pishgan. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Shunda yangi chiqqan videolarimdan xabardor bo'lib turasiz. Videom yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.